Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana yana Sardor akamiz xonadonida mehmondamiz. Ikki bosh ena sigir juda ham chiroyli holatda, o'ta ham go'zal holatda desak ham bo'laveradi. Sardor aka, ma'lumotlarni qaysi biridan boshlaymiz birinchi? Assalomu alaykum. Mashinadan boshlaymiz sekin. Birinchisidan. Ikkinchi tug'ishi, bolasini ovoz. 12 beryapti. 12 sinab olishaveradi. Yeb ichishlari hamma yo'q, yo'q. Bitta buta olib chiqib ko'rasizmi? Hamma yo'q. Bemalol sog'sizlar ham hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma yo'qdan yo'q. Mo'q. Tishini ko'rsatamiz, keling baqa. Hozir yurgizib. Olti kurak. Bu nechinchi bolasi dedingiz? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Olib chiqing aka, bitta yetalab bering. Birinchi bolasini ko'rib. Xo'p bo'ladi, ketdi mana. Ikkinchisi. Bu birinchi bolasi aka. Bolasi xunajan. Bolasi xunajan. 8 tadan 10 tagacha sutini yeb beraveramiz. 8 ta yuvoshligi va yuvosh. Xunajanda bunaqasi bo'lmaydi. Birinchi tug'ishi. Birinchi tug'ishi. Mollar haqiqatan yavash. Olib chiqinglar. Qaysi biridan bor? Olib chiqingchi aka. Idishlar hamma yo'q, zo'r, sog'lom. Idishlarni ko'ring, idishlarni. Mana jonivorlar. Ana. Narxini necha pul dedingiz aka buni? Aka bu 40 million ozga kam bor. Kelishaveramiz, kelishaveramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bolasini ovoz. Vohaga kelishamiz. Bolasini ovoz. Murojaat qilaverasizlar, kamaytirib chiroyli narxlarda qilib beradi. Ketdi akalar mana. Dumlari ketdi. Kiramni to'ladi. Hozir dumlanganiga ham mana qilyapti. Soat 11 bo'lib ketdi. Aka ertalab keldingiz ham kelmaysizlar. Ertalab biz mol bozor edik aka, vaqtimiz bo'lgani yo'q. Aka olib chiqingchi bunisini ham. Bir ko'raylik. Mana yurishlari juda ham sog'lom, hamma yo'g'iga garantiya berishyapti, yeb ichishi, sog'lomligi. Bu yoqqa aytaylik aka. Yemasa, ichmasa kasallik tufayli o'zi muvaffaqiyat qilaveradi. Hamma yo'g'iga garantiya. Aka narxlarni necha pul deyapsiz bunisini? 34 million ozgina kami bor, kelishamiz. 34 million kam bor. Telefon qilsa kamaytirib berasiz. Kamaytirib beramiz. Bo'ldi, akalar aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda yetkazib berishadi.